Assalomu alaykum do'stlar. Uyg'urlar davlatchiligi Sharqiy Turkiston qanday parchalanib, qanday Xitoyliklar qo'liga o'tib ketganini sabablarini bilasizlarmi? Bugun birozgina gapirib berishga harakat qilaman, birozgina diqqat bilan eshitishga harakat qiling. O'z aslida 16-asr boshlariga qadar Mo'g'ullar Chingiziylar sulolasidan kelgan Chig'atoy xonligi Sharqiy Turkistonni boshqarardi, hukm ostida edi. Va o'sha paytlarda Sharqiy Turkiston aslida Mo'g'uliston deb atalardi. Lekin markazda Shayboniy xonlar imperiyasi kuchayib kelayotgandan so'ng Chig'atoy xonligi Mo'g'ulistonda g'arbiy qismini Shayboniy xonlar davlatchiligiga berishga majbur bo'ladi. Va borgan sari Chig'atoy xonligi zaiflashib keladi. O'z aslida do'stlar 1347-yildan beri Turkiy urug', davlat urug'i tarafidan davlat boshqarilayotgan bo'ladi. Ya'ni Chingiziylar davlatchiligi nomigagina qoladi. 1508-yilga kelib esa Chig'atoylarning oxirgi vakili Ahmadxon Xo'jandda o'zbeklar jamoasi tarafidan o'ldiriladi. Shun bilan Chig'atoy xonligi batamomiyla tugatilib, davlatni boshqaruvi Uyg'urlarda qo'lda qoladi. Lekin do'stlar, Uyg'urlarda davlat tajribasi birozgina zaif bo'lgani uchun o'sha paytlarda siyosiy parchalanish boshlanadi. O'qib bermasam bo'lmaydi. Chig'atoy ulusining oxirgi vakili Ahmadxonning o'limi Sharqiy Turkistonning siyosiy parchalanishini boshlab berdi. Masalan, Sulton Said Abu Bakr Dulat Oltin shaharning janubiy o'lkalari hukmdori sifatida Qo'shg'ar, Yangihisor, Yorkent, Xo'tand va Ko'cha o'z yerlarining mustaqilligini e'lon qildi. Ko'cha, Qumal Xami, G'ulja voliysi Muzaffarxon ham o'z o'lkalarining mustaqilligini e'lon qildi. Davlat idorasi mavjud bo'lmaganligidan voliylar o'z mulklariga o'zlari erkincha boshqaruv, ya'ni sistemasiga o'tdilar. 1516-yilgacha bo'lyapti bu narsa. 1508-yilda Chig'atoylarning oxirgi xoni o'ldirilyapti, lekin 8 yil mobaynida har bir viloyatda hokimlar o'ziga davlat qurib olyapti. Tasavvur qiling, vodiyda 3 ta viloyat bor. Uchalasi ham o'zi uchun davlat qurib olyapti. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Lekin 1516-yilda Alashxon avlodidan Sulton Said Sharqiy Turkistonni siyosiy birligini qaytadan tiklashga muvaffaqiyat qozonyapti. Lekin Sulton Said sulton bo'lib saylangandan so'ng do'stlar davlat yarmini o'zini do'stiga bo'lib beryapti. Davlat ikkiga bo'linyapti. Sulton Saidning xon qilib saylanishi bilan Saydiya yoki bo'lmasam xo'jalar davri boshlanyapti. Va do'stlar, bu odam o'zi vafot etishidan oldin o'zini o'g'lini, ya'ni voris qilib tayinlaydi. 1583-yilda Abdurashid otasining taxtiga o'tiradi. Afsuski Sharqiy Turkistonning siyosiy birligini qaytadan yo'qotadi. Va o'zlarini to'g'ridan-to'g'ri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xalifasi deb hisoblagan xo'jalar yoki bo'lmasam saidlar 14-yüzyillarning o'rtalaridan beri islomiy ma'naviy hayot tarzini tanzim va tayin etishardi. Siyosiy kurashlarga qo'shila oladigan darajada o'zlarini kuchli his qilishardi. Abdurashidning saroyida hukmdorning va xalqning mutlaq hurmatini qozongan diniy ulamo Mahmud A'zam yashar edi. Mahmud A'zamning vafotidan so'ng o'g'illari ikki xil diniy mazhabga bo'lindilar. Eshon Kalon Ishqiyo tariqati, Xo'ja Isoq Vali esa Isoqiya tariqatini tuzdilar. Bu tariqatlarning talabi va muxlislari tariqat tashkilotlarining yo'rig'i bilan yurib, Ishqiyo aloqadorlari oqtog'lik, Isoqiya daxldorlari esa qoratog'lik guruhlarga bo'lindilar. Oqtog'likning markazi Qo'shg'ar, qoratog'likning markazi Yorkent bo'ldi. Har ikki tariqat guruhlari hukmdorlarga ta'sir o'tkaza olardilar. Faqat o'zlaridan bir hukmdor chiqara olmas edilar xolos. Bu tariqatlar biri ikkinchisining omonsiz raqibi bo'ldi. Abdurashidning o'limidan so'ng islom bichimi asosida mamlakatning parchalanayotgan bu ikki oqim orasida siyosiy to'qnashuvlar boshlandi. Buni Mansur ham bartaraf qila olmadi. Bu ichki kelishmovchiliklar, ya'ni Xitoyga foyda bo'ldi do'stlar. Bu oqtog'lik va qoratog'lik, Isoqiya va Ishqiyo tariqatining orqasidan Sharqiy Turkistonda siyosiy parchalanish boshlanyapti. Biri ikkinchisini omonsiz raqibi, biri ikkinchisini yo'q qilish uchun har narsaga tayyor. O'zlaridan sulton chiqara olishmaydi, lekin sultonni o'zgartira oladigan darajada kuchga ega. Bu siyosiy ikkita oqim, ya'ni diniy ikkita oqimlar orqasida xalq ham ikkiga bo'lingan va do'stlar bir ikkinchisini omonsiz raqibi, bir ikkinchisini yo'q qilish uchun Xitoydan yordam olishga ham tayyor. Bu 200 yil mobaynida shunday davom etadi.
ikkita diniy oqimlar orqasidan xalq ikkiga bo'linib qoladi. Bir odam chiqadi, "Men" deydi, "butun Sharqiy Turkistonni birlashtiraman" deydi, Uyg'urlar bilan jang qiladi. Ikkita Uyg'ur guruhi. Yutqizib qo'ygan odam Xitoyga qochib o'radi. Xitoydan yordam oladi, boshida 100 ta askar oladi, keyin 1000 ta askar oladi, yutib keladi, egallaydi Sharqiy Turkistonni Xitoyliklar yordami bilan. Xitoyliklar yordam beravergan orqasidan Sharqiy Turkistonga qarab kirib kelishadi va egallashadi. Aslida Xitoyliklar bir odamga yordam berib, xon bo'lishiga yordam berishadi. Xon bo'lgandan keyin uni oilasini yo'q qilishib, o'zlari egallashni boshlashadi asta-sekingina. Buni ko'rgan, bilgan odamlar ham yana qaytadan Xitoydan yordam olaveradi. Qolgan guruhlarni yo'q qilish uchun, o'zi hokim bo'lish uchun yana qaytadan Xitoydan yordam olaveradi. 1750-yillarga kelib do'stlar, Xitoy kirib kelishni boshlaydi. Xitoy, ya'ni Uyg'urlarni bitta guruhasini paddeshga qilib, "Sen sulton bo'lasan, seni qo'llab-quvvatlaymiz" deb yordam berishadi. Yordam berib bo'lgandan keyin, "Yo'q" deydi, "Sen hokim bo'lmaysan" deydi. Ya'ni misol Xitoy ichki siyosiy o'yinlarga ham aralashishni boshlaydi. Davlatni o'g'illaringga bo'lib bergan 4 ta viloyatda deydi. Misol, shu darajada aralashib kelishni boshlaydi. Ya'ni aslida tarixga qaraydigan bo'lsangiz do'stlar, ya'ni Shayboniy xonlar davlatchiligi, afsuski biz otalarimiz Mo'g'ullarni yo'q qilamiz deb bilmasdan Xitoyliklarga yo'lini ochib qo'yibmiz. Buni nimaga gapirib beryapman? Tarixdan dars olishimiz kerak. Bir turkiy davlatni yo'qolib ketishini har doim oldini olishimiz kerak. Bitta qilgan harakatimiz bir davlatni tugashini yo'lini ochib qo'ymaslik kerak. Men shuning uchun do'stlar sizlarga tushuntirib beryapman, tarixdan dars olaylik deb. O'z aslida u ko'k turkiylar davlatidan boshlab bilgi Xoqon yoki bo'lsam Qultegin shunga o'xshagan butun ajdodlarimiz Xitoydan ehtiyot bo'linglar. Xitoyda so'zi yumshoq, matosi iforli, lekin u narsalarga aldanib qolmanglar degan so'zlari bor. Endi do'stlar, qiynalmasdan pul topishni xohlasangiz, O'zbekistonda Vodiy Mo'yka market O'zbekiston bo'ylab avtomatik avtomoykalar ochib berish xizmatiga ega. Yevropa standartlari bor-ku, mashinangiz bilan kirasiz, mashinangizni avtomatik yuvib beradigan har xil tuzilmalari bor. Xohlagan tarzingizda mo'ykalarni O'zbekiston bo'ylab ochib berishadi. Vodiy Mo'yka market. Pastlarga nomerlarimni qoldiryapman, batafsil o'zaro aloqaga chiqib so'rab olishlaring mumkin. Yana ham ko'proq ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Sizlar uchun maxsus Turkiston News milliy izoh bo'ldi. Ha do'stlar.